Bismillah. Voy, aytdi. Yuklanishlar boshlanib ketdi. Xudo xolasa. Qayerga ketyapti hozir bu? Navoiygami? Navoiyga. Navoiyga ketyapti ekan akalar. 1200 ta, 250 ta xudo xolasa. Qani boshladik. Hammaga assalomu alaykum. Sanjirbek Yuskanam hurmatli obunachilari. Mana bugun hafta kuniga mayli nima qo'ydik. Hafta kuniga asli bugun chorshanba. Xudo xolasa biz Farg'ona viloyati Yazyovon tumani chegarasidamiz. Ulug'nor boshlanishi degan bo'laveradi. Boshlanishi. Ulug'nor tumani boshlanishi Andijon viloyatiga kiradi. Yazyovonni tugashi, Ulug'norni boshlanishi. Asl neytralga o'rta joydamiz. Xudo xolasa akalar silosi zo'r joydan sizlarga ko'rsatib beramiz inshaalloh. Nomerlar ekranda bo'ladi, aloqaga chiqib olasizlar. Qancha desangiz yetkazib berishadi. Hozirgi mana yuklanayotgan o'sha yuklanma tayyor bo'libdi. 1200 ta Navoiy viloyatiga, Vodiydan Navoiygacha. Xonmanglar, assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Sanjarbek aka keling. Yaxshimi? 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 Rahmat. Tinchmisiz? Xudoga shukr, rahmat aka, yaxshisiz aka. Jadal bo'lyaptimi ishlar? Xudo xolasa ishlar qizg'in pallada, xudo xolasa. Yaxshi, ro'zada qiynalmang. Rahmat. Bo'laveradi. Hozir bu 1250 tasi xudo xolasa ketyapti. Navoiyga ketyapti. Navoiy Navbahorga. Navoiy Navbahorga. Juda yaxshi. Barakasini bersin. Do'kongami, dehqongami? Yo'q, do'konga bu. Do'konga. Asosan do'konlar olyapti ekanda. Do'konlar olyapti shunda. Juda yaxshi. Ana shu tomonda bunday ko'rsak bo'laveradimi? Bemalol aka. Aylantirib, har bitta qop tarozidan o'tiladi. 100% tarozidan o'tadi. 20 kilo plus 5 gram 10 gram oshchasi bilan. Ha, tushunarli. 5 gram 10 gram oshchasi bilan, ha? Shunda. Bo'ldi. Juda yaxshi. Ko'rsatib olsak. Mana qarang. Bu yoqda ham qoplanish eronlar ketyapti. Xudo xolasa ko'ryapsizlar, ha? Ana shu ko'rsatib qo'yinglar. Ashdan turib. Ishlar zo'r. Silos hozir bu yerda qancha betda silos bosilgan? Hatto 1000 tonnadan ko'p aka. 1000 tonnadan ko'p. 1000 tonnadan ko'p. Mana taroziga boshlandi. Xudo xolasa tarozidan o'tadi, xudo xolasa. Har bitta qop tarozidan o'tiladi. Tarozidan o'tadi. 100% dolli pachka makka. Aha. Bitta qo'lingizga olib ko'rsating-da. Silosni bizga silosni holatlarini ko'rsatib bersangiz. Donni qarang aka. Qani? Donni. Mana donni qarang. G'ij-g'ij donni bu, ha? G'ij-g'ij donni. Doni zo'r ekan, lekin ko'z tegmasin. Xudo xolasa donlari behisob bo'ladi. Yorib qo'ygan ekan o'sha. Yorib qo'yilgan, ha. Ja qatib ham ketmagan. O'sha normal sut qatidan holatda o'tgan holatda pachaqalangan. Qo'lingizga siqib ko'ring-da, suvi chiqadimi, chiqmaydimi? Suvi umuman chiqmaydi. Chiqmaydi, xudo xolasa. Umuman suvi chiqmaydi. Mana. Qattiq siqib qo'ygan-da. Umuman chiqmaydi. Xudo xolasa. Quruq ekan, juda yaxshi. Quruq, behijolat. Xudo xolasa qopda ham, gabariti ham katta-katta chiroyli holatda turadi. Zo'r holatda. Do'konga olaman deganga ham, boshqaga ham bo'lib turadi, inshaalloh. Bu furak ketib qolmaydi hali. To'g'ri, endi hozir qizitib endi harakatda, xudo xolasa. Sekin harakatda. Juda yaxshi. Qancha ko'proq olsa shuncha arzonroq tushaveradi, to'g'rimi? Shuncha, qancha mashinani gabarit kattaygan sari soni ko'proq ketadi, shuni hisobiga, yo'l kiran hisobiga shutiga arzonroq tushaveradi. Asosan sigirlar boqqanlar, buqa boqqanlar olyapti yo qo'y boqqanlarmi sizdan hozir? Endi sigirni sutini ko'paytiradi. Buqaga, go'shtga ves qo'shadi, xudo xolasa, har tomoni ekilasiga ham. Dumba solgizadi-deng. Shunday. Xudo xolasa, dumba solgizadi buqalarda. Juda yaxshi. Hozir sizda qarang, bitta joydan emas, bittadan olib ko'rsatib bering. Maytlardan olib ko'rsating-chi mana. Soch mashinadan oling. Silosni. Xuddiki odamlar xayolda o'ylamasin, sef qo'yibdi, boshqa qolibdi degan xayol qolmasligi kerak. Mana. Shunday. Mana donlar qarang. Hozir kamerangizga balki jigarangiz patrol chiqqan haligi kun isib qolgan hisobiga tevasi haligi quruqshabroq qolyapti. Yamalkicha ostida mana sarg'ayib, xudo xolasa, hali ko'rganga qora ekan, boshqa ekan xayoli kelib qolmasligi uchun hali aytayotgan joyim. Xudo xolasa behijolat. Xudo xolasa. Necha puldan endi bular? Endi aka 20 kilolik. 20 kilolik, xudo xolasa 17,5 ming so'm sizni kanalingizga qo'yib beramiz aka. Vo? 17,5 so'm narxlarni sindiramiz degan joy. O'shancha hali kelganimdan beri narx sindiramiz deyapsizlarmi? Xudo xolasa Sanjarbek o'zidan chiqyapmizsa, yana ham xayrini qilib beramiz, xudo xolasa. Yana kami bor. Ya 17,5 dan ozroq xayrini qilib beramiz. 17 dan bo'lar ekan, xudo xolasa. Ja 17 ga bo'lmasa ham 17,5 dan ozroq o'tib beramiz, xudo xolasa. Kami bo'ladi ular. Mana mana shuni ham 17,300 so'mdan qilib berganmiz akalarimizga, xudo xolasa.
nimaga Navoiyga ketyapti. Mana shu 21,5 ming so'mga Eshkintaga yetib boryapti. 21,5 shopir xizmatlari bilan, ha? ichida, ha. Demak, aytganimizdek, qancha ko'p olinadigan bo'lsa, shuncha arzon Shuncha tushaveradi arzon bo'lib tushaveradi. Yana do'konga deng. Do'konga shunday. Dehqonlar o'zi oladigan bo'lsa, yana ham zo'r bo'ladi. Yana ham arzon bo'ladi. Xudo xolasa. Yana ham yaxshi bo'ladi. Ko'ryapsizlar, akalar. Mana qopdagi holati bir boshdan solinyapti. Unda donlar ko'ryapsiz. Hammasi zo'r, inshaalloh. Barakasini bersin. Bir boshdan solinadi, ertadan betta solinmaydi. Yo'q, ertadan betta solinmaydi. Xudo xolasa shu 100% mashinada bir boshdan tugab ketinadi. Xudo xolasa. Aloqa chiqaversa, nomerlarga ekranga yozib qo'yamiz. Bemalol cheklanmagan miqdorda Xudo xolasa. Endi hozir ro'zani hisobiga hozir bolalar ertaman saharlikdan ishlashgan, hozir ba'zi kamera ko'rmayapti. Xudo xolasa siz ketganingizda ham bitta guruh ayollar kelib zakato'kalar tayyor qilib qo'yadi. Qo'yishadi. Xudo xolasa 24 ga qachon telefon qilishsa, chiroyli qilib qo'limiz yo'qsimizda. Livoy pay. Xudo xolasa. Tayyor qilib jo'natib berasiz. Xudo xolasa shunday. Faqat dastavkasidan tashqari sizni shunday. Yuklab qoplab berish siz bo'yningizda, to'g'rimi? Shunday, yuklab qoplab beradi. Shu yerda telefonga chiqsa, agar tanish shopirlar bo'lmasa, o'zimiz tanish shopirlarimiz bor. Eldan ham ko'ra arzonroq yetkazib beramiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Arzonroq yetkazib beriladi. Bu tomondan muammo yo'q, yuklab Xudo xolasa aloqaga chiqsangiz bo'ldi. Siz mana ko'ryapsiz. Dastavkasidan o'ylanmanglar. Hozir mana shu hayron qolyapti. Navoiy viloyatiga 21 million so'm yetib boryapti dedingiz-a? 21 ming, ha, 21 mingdan ozroq o'tadi. 20 ba'ziga nima 23 24 million 23 ming 24 million yetib boryapti. Hozir zo'r ekan, qarang. Yaxshi-da. Narxi ham arzonda u. Narxi ham arzon. Xudo xolasa. Yetmasdan akkuratniy holatda zapas qoplar tashab beramiz, pura yuklansa, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bemalol. Buni necha oy saqlasa bo'ladi? Endi bag'i kunlar isib oldi, lekin Yamanikida nimaga yaxshi tomoniki, so'li chiqib tayyor bo'lib qolgan bo'lar, shuni hisobiga hozirgi ob-havolarga 1 oy turaveradi, Xudo xolasa. Hozirgi ob-havolarga. Kunlar isib qolgan. Teshib qolmasa bo'ldi. Teshilmasa bo'ldi. Buni achitadigan suvi yo'q buni aka. Begunot yo'q. Po'panelib qo'ygan joyi yo'q, mo'g'or bosgan joyi yo'q, Xudo xolasa. O'shaning uchun har tomonlama garantiyalar bor aka. Nimasi? Sichqondan qushdan saqlasa bo'ldi, to'g'rimi? Bo'ldi, shunday. Sichqondan qushdan saqlasa bo'ldi. O'sha tomonni ko'pchilik savol beradi-da aka. Bizga savol berishadi, qancha saqlaymiz buni olib, masalan, ko'proq olganimizdan keyin meni molim 10 ta, uni 1000 tasini yeya olmay qoladi deyish mumkin-da. Shunday. Agar salqin joyga o'rab qo'ysa, to'g'rimi? Turaveradi ancha-ancha. Xohlasa. Mana shunaqa gaplar, hurmatli do'stlar. Ana ko'ryapsizlar, har bitta qopni tarozini o'tkazishadi, aloqaga chiqinglar. 17,300 so'mni hozir aka boshqa joyda topa olmaysiz bunaqa. 17,5 so'mdan haydayapti. Yana o'tib beraman deyapti. 17,300 so'mdan mashina hozir yuklashib, mana qoplashib berishibdi. Tez aloqaga chiqing. Xudo xolasa, to'g'rimi? Plus minus 1200 tonna, Xudo xolasa. Plus minus-a? Xotirjam telefon qilishaveradi. Xotirjam. Qachon bugun bo'lmasa ertaga chiqarib beramiz. Xudo xolasa, tagi serob. Bo'ldi. Ichiga dolli, adosi aralashmagan, ichi ham tashi ham bir xil, Xudo xolasa. Mana oxirigacha. U tomonda ham qoplanyapti mana Bu tomonda ham, ha? Bemalol akalar. 1200 plus minus tonna aloqaga chiqaverasizlar aka. 1200 tonna hazillashmang, u juda katta tonna. Tonna katta. Bemalol sizga ham, sizdan boshqasiga ham yetib o'tadi, Xudo xolasa. Aloqaga chiqadi. Naval surab qolsa-chi Navalga? Zapas yamiz. Va Navalga Xudo xolasa qancha? 8 so'mga yuklab beramiz. 8 so'mga yuklab berasiz. Yuklab beramiz. Naval agar o'zi yuklab oladigan bo'lsa, yana ham arzonroq qilib beramiz. Agar kelishamiz uni. O'zining texnikasi bo'lib qolsa, texnikasi bo'lsa, yuklab oladigan bo'lsa, undan ham o'tib beramiz. Bo'laveradi. Xudo xolasa. Juda yaxshi. Barakasini bersin. Bu tugab ketgan taqdirda ham xuddi shu miqdorda yana boshqa xuddi unaqa dolli yamamiz bor. Yana borasizda? Tagi bor, Xudo xolasa. Bizda yil 12 oy silos uzilmaydi. Bo'ldi, rahmat sizga. Charchamang. Bozoringiz bersin. Xudo xolasa salomat bo'ling. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Xo'p bo'laman. Rahmat.